chiqarish. Mana bu yerda pichoqlar tayyorlanadi aka. Pichoq tayyorlanadi. Zavodskoy mahaviyligi ham bor, yengil mahaviy ham bor. Mana bu tomonda qozonlarini tayyorlashyapti aka. Chiqarasiz. O'zimiz chiqaramiz. Shuning uchun narxi xudo xolasa arzon aka. O'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi aka. Bu yerda aka, xampalarni tayyorlanadi aka. Xo'p, endi aka. Xo'p, bu yerda o'zimizda o'sha plazma stanoyimiz bor aka. O'zimizda masalan, o'zimizda mana bu kesilgan jarayonni qarang mana. Mana aka. Yangi materialdan qilinadi aka mana. Ko'rdingizmi? Shuning uchun arzon aka. O'zimizda ishlab chiqarish aka. Albatta, ag'da kraskasi sepiladi aka. Akalar, men sizlarga shu birinchi qol 30 yo'tal topdim. Chunki bu yerda o'zlari ishlab chiqarsak, hamma narsani olmayapsizlar. Ustolar o'zlari ishlab chiqarishar ekan. Hozir bunda narxi chiroyli qilib, albatta aka, chiroyli qilib, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz aka, xudo xolasa. Foydali video ham qilamiz, chiroyli qilib. Albatta aka, kelishdik. Kelishdikmi? Kelishdik. Hozir sizlarga qanaqa motor ishlatiladi, motori garantiya beriladi, ishlari, bularga nima narsani qilmasdan chiqara oladi, shu to'g'risida laykni bosib turinglar. Akamiz shunchalik mehnat qilib chiqarib sizlarga yetkazib berishyapti. Agar bular bo'lmaganda biz qimmatga Xitoydan o'zdirab sotib olgan bo'lardi. Albatta, Xitoydan o'sha olib sotilardi. Hozir endi o'zimizdan ishlab chiqarilyapti, shuning uchun narxlar arzon ekan. Brend, olov milliy brend, o'zimizni poddeshi qilib, lak bosib, lak tekin narsa aka. Bitta lak bosib qo'yinglar, o'zimizni poddeshi. Xo'p, Omajon aka, bu drabilkalarga qanday motor ishlatiladi? Xo'p, aka, hozir bo'lmasa bir qator ponni ma'lumotlarni beramiz. Foydali video qilib beramiz hozir aka. Xo'p, birinchi o'rinda aka, aytib o'tib ketaylik. Boshida 1.200.000 so'm deyildi. Ashinisini aytib o'tib ketaylik. Eng qiziqarli joyi shu. 1.200.000 lik drabilka qani deyshadi. 1.200.ligi faqatgina don mahsulotining o'ziga o'sha kichkina o'sha nima desa bo'ladi. To'g'iga yo bo'lsa kaptar qushlarga don mahsulotlar chiqaradigan. Shunday aka. 1.200.000 so'm $100 aka. Faqat don mahsulotlari. Faqat don mahsulotlarga makka, bug'doy, keyin sotali makka ham bemalol ketaveradi. Sota ham chiqaraveradi. Sota ham chiqaraveradi aka. Demak, so'tabdi, faqat to'g'imiz qo'y boqadiganlarga ham. Albatta, qo'y boqsa ham bo'laveradi, chiqarsa bo'laveradi. Qo'yga ham yarmarqa beriladi. Yarmarqa beradi. Greta soatiga aka 50 kilo, 60 kilo bemalol chiqarsa bo'laveradi. Bemalol chiqaraveradi. Chiqarsa bo'laveradi. Lekin kichkina o'sha 220 ga ishlaydigan mini apparat. Yengilgina ko'tarib olib ketaveradi aka. Xo'p, endi bu katta yupskalardan, universal eng xadovoy apparatlarimizdan ko'rsatsak, eng xadovoy, eng nomeradini. Ishonchli sifati, eng qizig'i garantiyasi. Garantiyali. Garantiyali. Endi shu joyga garantiyali, chunki o'zlar ishlab chiqib, o'zlar zavodga garantiya berishadi. Shunday. Chunki bilyapti. Bitta olib kelganda sifatiga ham bitta e'tibor beramiz. Mana aytgan qayerliga pastga tushadigan bo'lgan. To'g'riga otmaydi, o'sha pastga naqladi. G'ildiraklar bilan chiqib Albatta. Keyin aka o'zida bitta tortaylik mana shunisi bunaqa. Masofaga bemalol yetilaversa. O'zida havo to'siqchilar bu betga bor. Juda ko'pchilik aytayapti, betga chang uryapti, deyapti. Mana havo to'siqchi qo'yilgan, mana. Vakuum. Betga chang urmaydi. Faqat tortadi. Tortadi. Sifati ham normalli. O'zlarida lazer xizmati bor ekan. Albatta. Xampalar kattalashgan variant, 54 ga 54. Chiqishlari ham kattalashgan variant. O'zida keyin qo'shimcha avtomatlashtirgan bor ekan. Mana. O'chirib yoqqani, o'zi tashlaydi. Keyin o'zida o'sha ключатори ham bor, bemalol u ham tashlaydi aka. Qaysi biri tez tashlaydi aka? Birinchi o'rinda motor tashlaydi, keyin u tashlaydi aka. Ikki tomon chiqsa, boshqa qilinglar. Albatta. Xoh to'rtburchak variantidan, xoh yumaloqli variantidan zakaz qilasiz. Puli bir xil. Puli bir xil. Keyingi motorimiz-chi? Xo'p, endi aka eng zo'r variantlardan buni, xo'p, endi buni aytib o'tib ketish esdan chiqdi. Alyumin atmotkali. Alyumin bu. Pastki alyumin. Endi 6,5 kilovatlik, kilogramm og'ir original motorlarimiz bor. Xo'p, bu misli varianti, bu alyuminli variant aka. 6,5 kilovat. Bu. Endi bu mis varianti aka. 21 kilo, 22 kilo varianti ham bor, kilogrammi. Bu 25 kiloli variantidan. Bu 25 kilo chiqadi. 25 kiloli variantidan. Og'ir variantidan original motor. Ariol firma yaxshi o'zi. Agarda mashina arzonroq varianti desa, arzonroq varianti ham bor. Greta 300 ming, 400 ming farq boraveradi.
Hozir keyin buni alyuminligi 6,5 da alyuminligi. Mana kilogramm aka. 24 kilogramm. Bitta olib kelingda. 24 kilogramm o'zgaradi. Original. Sof chiqadi og'irligi. Ha, xudo xolasa o'sha Xitoydan kelayotgan motorlar ekan. Lekin ikkalasi ham berilgan kilovatni ishni bajarmaydi. Nimaga desangiz, 220 ga ishlaydigan oddiy fazaga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Ha. Xo'p, kilogrammi og'ir o'sha yaxshi motorlarimiz ekan. Bularga qanaqa tish qo'yib beramiz endi? Xo'p, bunlarga aka mana заводской maxaviy mana Nechta pichoq? 24 ta pichoqli bo'ladi. Двойной ekan. Двойной 2 qavatli terilgan. Kuydirilgan. Ha, bitta yaqinroq ko'rsatib qo'yaylik mana shuni. Mana qo'lim bilan teng deb turibdi mana. Ha. Yo'q, yo'q. 2 qavatli terilgan malatoylari bor, 24 talik, og'ir заводской maxaviydan ekan. Xo'p, bu pichog'imizni mana shu ikkalasiga qo'yamiz. Mana shu ikkovi ekan. Ha, mana shu ikkalasiga alyuminli variantiga, misli variantiga ekan. Lekin buning pastga qo'yib berilmaydi. Yo'q, unga endi motorda ham hisobini olish kerak. Og'irlik, masalan, u motorga ham nagruska tushmasligi kerak-da. O'shani hisobini olib, pichoqlarini ham ozligi, ko'pligini qo'yamiz. Endi masalan, bir xilgina pichog'ini ham ko'paytirib yuboryapti, ozaytirib yuboryapti ham. Endi o'sha motorda hisobini olib qo'yiladi. Lekin klient masalan buncha desa, buncha qo'yib beraveramiz. Bizning hisobimiz, ha, xohishiga qarab. Bizning hisobimiz olganimiz o'sha motor qizimagan holatda, mana shunaqa holatda qo'yganmiz. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, alyuminli varianti 2,5 million so'm, misli varianti 2 million 700 ming so'm. O'sha original motorlar. 100 mingdan tushib bergan bo'lasizmi? 100 mingdan tushib beradigan bo'lsak, o'sha ayoldan ko'taribdi, 100 ming so'm skidkamiz bor. 24 ga 26. 26. 22 million 600 ming so'mga baraka toptansizlar. 26 2 million 600 ming so'm, 2 million 400 ming so'm. 2 million 400 ming so'm. Alyuminli bo'ladi. Alyuminli variant aka. Xo'p. Endi xo'p, yana bir xil motorimiz bor. Shuni mana shuni bitta ko'rsatib o'tib ketaylik-da, hozir mana bu yerda mana. Bu ham yangi motor mana. Bu ham nomi qanaqa? Mana bitta ko'rsatib o'taylik-da mana. Samara mana. Bu ham yaxshi, eng sifatli motor aka. Bu ham yangi, o'sha bu ham alyumin. Oldin bundan ham qo'yganmiz, hozir ham masalan qo'yamiz. Original motor bu ham. Ha, bu ham o'sha sifatli Samara motor. Buni narxi aka arzonroq qilib chiqarib beramiz. Bu ham 6,5 kilovatlik. Buni narxi aka 2 million 200 ming so'm qo'yib beramiz. 2 million 200 ming so'm. Bu arzonroq, masalan bizga ham arzonroq keladi bu motor. O'shaning uchun biz ham arzonroq qilib buni 2 million 200 ming so'm qo'yib beramiz. Bu ham 6,5 kilovatlik arzonroq variantida. Xoh maxaviy deysan, xoh lisli deysan qo'yib beraveramiz. Agarda maxaviy bo'lsa o'sha 2 million 200 ming so'm, lisli bo'ladigan bo'lsa 2 million 100 ming so'm ham chiqaveradi. Aylanib qoladi. Aylanib qoladi. Lekin ana spesialniy original motorlarimiz aka qimmatroq chiqadi. Endi mashina misli varianti bor. Misli varianti 2 million 300 ming so'm chiqaveradi. Nimaga siz? Juda ko'pchilik so'rayapti. Masalan, sizda qimmat ekan, arzon ekan, qimmat ekan, arzon ekan. Motorga qarab, kilovatiga qarab, motorning kilogramlariga qarab pullari o'zgarib ketaveradi. Arzoni 1 million 700 ming so'mgacha bor. Buni 3 kilovatligi bor, 1 million 700 ming so'm chiqadi.